Aynan shu ko'rib turgan proyektdan yuradigan bo'lsangiz, Dubaydagi eng to'g'ri tanlovingiz bo'ladi. Men sizga hozir 5 ta fakt keltirib o'taman. 5-inchisi siz uchun ham, oilangiz uchun ham eng foydalisi. Birinchisi, xo'p, Emar qurilish kompaniyasi sifat va likvidlik kafolatlangan. Ikkinchisi bu lokatsiya Dubai Creek Harbor shahar markaziga 10 daqiqa, aeroportga 15 daqiqa va ko'rib turganingizdek suvni bo'yi premium lokatsiya hisoblanadi. Xo'p, uchinchi sababini aytadigan bo'lsam, ijaraga berish daromadi. Qisqa va uzoq muddat ijaraga berib, aynan shu lokatsiyadan 8% dan 10% gacha ijara daromadi olasiz. To'rtinchisi bo'lsa, xo'p, narx o'sishi. Shu lokatsiyadan aynan shu yerdan 500 ming dollarga uy olasiz va yo'q deganda 2 yil, 3 yil ichida 20% dan 30% gacha narx o'sadi do'stlar. Ya'ni 500 ming dollarga olganingiz 600 ming, 650 ming dollar bo'ladi. Xo'p, eng asosiysi 5-inchisi bu 500 ming dollarga shu yerdan uy olib, siz 10 yillik golden viza, ya'ni 10 yillik oltin vizaga ega bo'lasiz va siz u viza bilan oilangizni ham ta'minlay olasiz. Do'stlar, qarang, lokatsiya juda ham ideal. Tez aloqaga chiqing.